Bilasizlarmi, hozir qanaqa zamonda yashayapmiz? Ham g'arli, ham peshkinli, ham tuhmat zamonida yashayapmiz. Buni nima uchun aytayapman? Birovga yaxshilik qilib, baloga qo'yadigan zamonlarda yashayapmiz. Shuning uchun ham noldan berishni juda ham qo'rqib qolganmiz noldan berishga. Video qo'ygan edik, bizni aldab ketgan bir shaxsni. So'kalmayman, yomon gap gapira olmayman, chunki u odam shu darajada bir juda qo'rqadigan odam. Alhamdulillah Alloh taolo bizga shunaqa sabr berganki, biz emotsiyamizga berilib, uni so'kib, unga qarshi qo'l ko'targan joyimiz yo'q. Hammasini inshaalloh qonun doirasida hal qilamiz. Endi men sizlarga birma-bir ko'rsatib o'taman. Mana bu 1 so'm to'lamasdan mashina olgan tilxati. Videosini qo'yib qo'yamiz. Akamizga Gentra o'zlari tanlagan Gentrani qilib berdik. Aka, Gentrani qanaqa shartda oldingiz? 1 so'm pul berganimiz yo'q. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana 6, 7, 8, 9 ta bu faqat radardagi va yana 2 ta MIPga o'tgani bu. Jami 11 ta radari. Bularni birontasini to'lamagan va mashinamizni avariya holatida na telefonimizni ko'taradi, na bizni SMS yozadi, na o'zi kelib aybini tan oladi. To'lovlaringiz 3 oylik past qarzga o'tib ketgansiz. Mashina yo'q, telefon yo'q. Davengiz отказ bo'lgani, to'lov qilmagani uchun отказ bo'lganda. To'lovni qilolmayotgan bo'lsangiz, biroz borib mashina topshirishingiz kerak. Yo to'lolmayotgan vaziyatingiz bo'lsa, aytishingiz kerak. 1 oy deganda zo'rg'a topdik. 6 oy, dekabr oyida mashina o'zi tanlagan, mana shu yerga kelgan mashinadan o'zi tanlagan avtomashinasini sotib olib berganmiz. Va videosini qo'ymasdan oldin o'zini ogohlantirganmiz. Mana bizga yozgan bu o'zini Telegramdagi yozgan xabar. Bu videoni chiqarganimizdan keyin men gaplashib turgan vaqtimda hech narsadan hech narsa yo'q, meni oilamni aralashtirdi. Vaholanki meni oilam bilan uni masofasi 40-50 kilometr chiqadi. Mayli, hammasini Allohga topshirdik va buni qonuniy choralar ko'rildi. Hammasi isbotlandi. Meni nomimda qanday Telegram ochgani, bu joydan o'zi yozdirib, bu joydan videoga olib turganligini hammasini o'zi bo'yniga oldi va hozirda tergov jarayonlari ketyapti. Inshaalloh bunaqa insonlardan yana bitta shu narsani aytamiz. O'sha videoni qo'yganimizdan keyin bizga 8 ta 9 ta odam yozdi. Bu odam meni ham tushirib ketgan, bu odam meni mana undaqa narsaga tushirib ketgan, bu odam meni mana undaqa narsaga tushib ketgan deb yozishdi. Biz hech qachon mashina berib, mashinaga kuysak ham uni oilasini shaniga, yo otasini, yo onasini shaniga yoki oilasini shaniga unaqa hech qachon video qilmaganmiz, bemalol biz tekshirib ko'rishlaring mumkin. Lekin biz mashina sotayotganimizda, imенно noldan mashina berayotganimizda, agar bizni pullarimizni vaqtida bermasangiz yoki mashinamizga shikast qilsangiz, birinchi videoyingizni qo'yamiz. Bizni sarson qilsangiz qo'yamiz deb ogohlantirganmiz. Bizdan mashina xarid qilgan odamlar shunaqa tilxat yozib berganmisizlar. Shu haqida o'zlaringni fikrlaringni bildirib o'tinglar, iltimos qilib qolamiz sizlardan. Kommentariyada izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Mana yaqqol video rasmlari bilan joylayapmiz. Ushbu shaxsdan ehtiyot bo'ling. Bu insonni men hayotimda ko'rmaganman. Chunki bu insonga biz bas kela olmaymiz. Alloh o'zi bas kelsin. Qonun oldida inshaalloh javob beradi.